Yangi mavzu. Eng katta umumiy bo'luvchi. Ta'rifi berilgan sonlarni eng katta umumiy bo'luvchisi deb, bu sonlarni har biri bo'linadigan eng katta songa aytiladi. Endi e kub atamasi qanday kelib chiqyapti? E kub atamasi mana eng katta umumiy bo'luvchi jumlasidagi bosh harflarni birlashtirib, qisqartirib yozish. Ya'ni sonni eng katta umumiy bo'luvchisini toping demaydi-da, qisqartirib e kubini toping deydi. Eng katta umumiy bo'luvchisini toping bilan e kubini toping teng kuchli amallar. Bu bosh harflarni olib qisqartirilgan ko'rinish. Ta'rifga ko'ra berilgan sonlarning har biri bo'linadigan eng katta son. Xo'p, berilgan sonlarni har biri bo'linadigan eng katta son qanday topiladi? Buni topish oson. Ya'ni e kub shu sonlarni umumiy tub bo'luvchilarini nimasi ekan? Ko'paytmasi. Ya'ni masalan 24 va 90 sonlarini nimasini toping debdi? E kubini. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini toping. Ta'rifga ko'ra sonlarning umumiy bo'luvchilari ko'paytmasi. Bu degani umumiy bo'luvchisini topib chiqamiz. Birinchidan mana 24. 24 ni bo'luvchilari. Xo'sh, 24 qanday sonlarga bo'linadi? 24 1 ga bo'linadi. Endi 1 da olmasak ham bo'ladi. 2 dan bir tub bo'luvchilari deyapmiz-ku. 2 3 4 6 8 12 24. Mana ki 24 ni bo'luvchilarini yozib chiqing. Endi 24 ketdimi? 90 ni bo'luvchilarini yozib chiqaman. 90 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 hamda 90. Xo'p, ta'rifga ko'ra sonlarni har biri bo'linadigan eng katta bo'luvchi, ya'ni umumiy bo'luvchilar orasida nimasi kerak? Eng kattasi kerak. Umumiy bo'luvchisini olaylik. 6. Umumiy bo'luvchilar. Umumiy bo'luvchilar degan ikkalasida ham bor. 2 3 6 demak 2 ga 3 ga 6 ga bo'linadi. Bu nima ekan? Umumiy bo'luvchilar. E'tibor beringlar mana shu joyda. Bu nimani topdik biz? Umumiy bo'luvchilarni topdik. Endi umumiy bo'luvchilar orasida nimasi kerak? Eng kattasi kerak. Umumiy bo'luvchilar orasida eng kattasi nechi? 6. Qaranglar. Umumiy bo'luvchilar orasida eng kattasi. Mana bu ta'rifga esa shu sonlarning umumiy tub bo'luvchilari ko'paytmasi orqali aniqlaymiz debdi. Umumiy tub bo'luvchilari qaysilar? 2 3. Ko'paytirib qo'ysang necha ekan? 6. Mana sizlarga ikki xil usul. E kubni topishni usullari juda ko'p. Har xil usullari bor. Men bu usullar orasidan oson desa ham bo'ladi yoki doim o'rinli bo'ladigan umumiy usullarni ko'rsatyapman. Ya'ni kitobiy usulda ketyapmiz. Tushunarli? Endi har doim berilgan sonlarni umumiy bo'luvchilar orasida eng kattasini, ya'ni e kubini topish uchun mana bunday qilib bo'luvchilarni topib o'tira olmaymiz. Chunki sonlar kattalashgan sari umumiy bo'luvchilarni topish murakkablashib boradi. Demak, e kubni topishni bizga nimasi kerak? Qulayroq usuli kerak.
Bu usulimiz quyidagicha. O'tgan darsda sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratishni o'rganganda aytuvdimki, hali e kub mavzularida tub ko'paytuvchiga ajratish juda kerak deb maydalab o'rgangan edik. Mana bugun ishlatamiz. Qaranglar. Ikkinchi usul, asosiy usulimiz bugun misollarda qo'llaydigan usulimizga kelyapmiz. Mana bu ko'rsatganlarim ta'rifni tushuntirib berishadi. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchini ma'nosini ochib berish. Nima ekan ma'nosi? Eng katta umumiy bo'luvchi degani umumiy bo'luvchilar orasida eng kattasini toping. Masalan, ikkita son bo'lsa, ikkita sonning umumiy bo'luvchilar orasida eng kattasi. 3 ta son bo'lsa, 3 ta sonning umumiy bo'luvchilar orasida eng kattasi. 5 ta son bo'lsa, 5 ta sonni umumiy bo'luvchilar orasida nimasi? Eng kattasini topib beradigan savol, so'raladigan savol. Endi qulayroq usuli. E kubni topishda ikkita amal. Ya'ni berilgan sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Umumiy tub, mana qarangda, umumiy tub bo'luvchilar ko'paytiriladi. Ya'ni eng kichkina darajalar. Ya'ni qaranglar. Savol yozib qo'y. E kub 24 90. 24 bilan 90 sonlarini nimasini toping debdi? E kubini toping debdi. Ikkita amalda e kub topib beraman. Birinchi ish berilgan sonlar tub ko'paytuvchilarga ajratiladi. 24 2 12 2 6 2 1 bo'ldi. Demak 24 teng 2 ning kubi ko'paytirilgan 3. Endi 90. Birinchi amalda hali yakunlaganim yo'q. 90 tub ko'paytirishga ajrataylik. 2 45 3 15 3 5 5 1. Shunda 92 shuning kvadrati ko'paytirilgan 5. Endi e kubda umumiy bo'lgan tub ko'paytuvchilarni eng kam darajalar, eng kam miqdorlar yoki eng kichkina darajalar deymiz. Ikkalasida ham necha bor? 2 bor. 2 ning kubi bor. To'g'rimi? Umumiy ikkalasi uchun. Demak, qaysi birini yechim sifatida olamiz? Eng kichkina darajani. 2 ning kubi, bunda 2 ning o'zi. Eng kichkinasi qaysi? 2. Xo'p, ikkalasida ham nima bor? 3 bor. Bittasi 3 ning birinchisi, bittasi 3 ning ikkinchisi. Qaysi daraja olinadi? 3 ning birinchisi olinadi. Shunda e kubi necha ekan? 6 ekan. Mana shu usulda topamiz. Endi bu usulni qoida sifatida yozdirib qo'y. Demak, berilgan sonlarning e kubini topish tartibi deb yozinglar. Ha. Biz misollarda qo'llaydigan asosiy qoida mana shu. E kubni topish tartibi. Qulay usuli. Birinchi sonlar tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Mana ki. Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Ikkinchisi nima bo'lyapti? Umumiy bo'lgan tub ko'paytuvchilarning eng kam miqdori yoki eng kichkina darajasi deylik-a. Demak, umumiy bo'lgan tub ko'paytuvchilarning eng kichkina darajalilari nima qilinadi?
Mana ko'paytirib aniqlanadi. Umumiy bo'lmagan mana bunaqa 5 ga o'xshaganlarni nima qilib qo'yaverasizlar? O'chirib qo'yaverasizlar. Umumiy bo'lganlarni qoldirib, umumiy bo'lmaganlarni o'chirasizlarda, umumiy bo'lganlar orasida eng kam darajalisini nima qilish kerak ekan? Ko'paytirish kerak. Mana shu ikkita amal yordamida istalgan sonni e kubini, ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini nima qilamiz? Topamiz. Bu yerda o'rgatgan usulim qoidani tushuntirish edi. Ya'ni e kubni mazmuni nimaligini ochib berish. Bu yerda e kubni mazmunini ochib bermaydi, shunchaki topishni o'rganasizlar, usul. Lekin mana bu eng katta umumiy bo'luvchi deganda, eng katta umumiy bo'luvchi deganda. Mana bu berilgan sonlarni umumiy bo'luvchilar orasida nimani tushunish kerak? Eng kattasi. Mana eng katta. Eng katta nima bo'lyapti? Umumiy bo'luvchi. Eng katta umumiy bo'luvchisi necha? 6. Qoidani tushuntirish edi. Misollarni yechayotgan paytda Malak e'tibor ber. Misollar yechayotgan paytda sonlarni tub ko'paytirishlarga ajratamiz. Birinchi ish. Ikkinchi ishda umumiy bo'lgan tub sonlarni eng kam darajalarini olib, ularni nima qilish kerak ekan? Ko'paytirish kerak. Umumiy bo'lmaganlarni-chi chiqarib tashlaymiz. Tushunarli-a? Yozinglar. Endi bir nechta har xil ekubga oid misollar bajarib ko'raylik, tajriba oshirish uchun ham. Birinchi misol. Ekub deylikki 48 u 60. 48 va 60 sonlarini ekubini topishimiz kerak. Xo'p, 48 va 60 sonlarini ekubini topishda birinchi qiladigan ishim berilgan sonlar tub ko'paytiruvchilariga ajratilib, esdan chiqmasin. Tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 48 2 ga bo'linadi 24, 2 ga bo'linadi 12, 2 ga bo'linadi 6, 2 ga bo'lamiz 3, 1. O'tgan darsda uy ishiga tub ko'paytirishga ajratish beruvdim, bilasizlar-a? Hamma uyda ajratib mashq qildimi? Bugungi darsimizda juda kerak. 60 tub ko'paytiruvchilarga ajratilsin. 2 ga 30, 2 ga 15, 3, 5, 5, 1. Shunda 48 2ning 4-inchisi ko'paytirilgan 3, 62 ni kvadrati 3 ko'paytiruv 5. Endi e kubini topishda umumiy bo'lgan tub sonlarning eng kam darajalari ko'paytiriladi. 2ning 4-inchisi 2ning kvadrati. Ikkalasida ham bormi? Nechini olamiz? 3, 3. Ikkalasida ham bor. Qaysi olinadi? Istalgan bitta 3. 5 bunda bor, unda yo'q. Nima qilmaymiz? Demak, olinmaydi. Shunda umumiy bo'luvchilar orasida eng kattasi 12. Ya'ni 48 ham 60 ham bo'linadigan eng katta son nechi? 12. Haqiqatan ham 48 12 ga bo'linadi, 60 12 ga bo'linadi. Ikkinchi misol. İkinci misolimiz. Ha? Ha? 2'nin 4-inchisini shu ko'paytirsang 48, 2'ning kvadrati 3 5lar ko'paytirsang 60. Umumiy bo'lgan tub sonlar 2'ning kvadrati 2'ning 4-inchisi, eng kichkinasi 2'ning kvadrati. Endi ikkalasida ham 3 bor, istalgan bitta 3 ni olsang ham farqi yo'q, chunki darajalar bir xil. Faqat ikkalasida ham bo'lsa, 3 ta son bo'lsa, uchalasiga ham bo'lsa deymiz. Masalan, 30, 36, mayli 48 bo'lsin. Mana 3 ta son bo'lsa, 3 ta sonni ekubini ham topish mumkin. Qoida o'zgarmaydi. Ya'ni birinchi qiladigan ishimiz nima? Tub ko'paytirishlarga ajratib chiqamiz. 30 2 ga bo'lsak 15, 3 ga bo'lsak 5, 5, 1.
36, 2, 18, 2, 9, 3, 1. 48, 2, 12, 24. 2 ga bo'lsak 24, 2 ga bo'lsak 12, 2 ga bo'lsak 6, 2, 3, 3, 1. Shunda qaranglar, yozib chiqamiz. Kanoniga yoyilmasin. 32, 3, 5. 36, 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati. 48, 2 ning 4-si ko'paytiruv 3. Endi nimani eng kichkinasi? Umumiy tub sonlarni. 2, 2 ning kvadrati, 2 ning 4-si. 2 olinadi. 3, 3 ning kvadrati 3. 3 ni olamiz. 5chi olinmaydi. Shunda ko'paytmasi necha ekan? 6. Mana 3 ta sonni e kubini topdik. Tushunarli, a? 7, 15, 38, a? Tub sonlarda ular. Hozir yetib boramiz tub sonlar ko'paytmasini topishga. Mavzudan chalg'imaylik. Tub sonlarni e kubi, ularni o'zaro ko'paytmasiga teng bo'ladi. Hozir tushuntiraman. Bundan oldin yechadigan misollarimiz bor. Xo'p, 3-misol. Qaranglar. N soni 2 ning kvadrati, 3 ning kubi, 5 ko'paytirilgan 11. M soni 2 ning kubi, 3 ning kvadrati, 5 ning kvadrati 13 bo'lsa, bu sonlarni n sonlarini nimasini topish kerak? E kubini topish kerak bo'lyapti. Tushunarli? Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini topishimiz kerak. Endi odatda birinchi ish nima bo'lardi? Sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratish bo'lardi. Bu misolda o'zi sonlar nima qilingan? Tub ko'paytuvchilarga ajratilgan tayyor turibdi. Faqat xossani qo'llasak bo'ladi. E kubda qanday xossa? Ikkalasi ham umumiy bo'lgan tub sonlarning eng kichkinasi. 2 ning kvadrati, 2 ning kubi. 2 ning kvadrati, 3 ning kubi, 3 ning kvadrati. 3 ning kvadrati, 5, 5 ning kvadrati. 5. 11, 13larchi? Olinmaydi. Shunda 4, 9, 5, 20, 180 bo'lyapti. Demak, bu berilgan sonlarni e kubi nechiga teng? 180. Tub ko'paytuvchilarga ajratilgan tursa, qaytamga oson bo'lar ekan, a? Davom etamiz. 4-misol. E kub 125 u 25. Yana eski xossamiz. Berilgan sonlar nima qilinadi? Tub ko'paytuvchilarga ajratiladi. 125. 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'linadi. 1. 25. 5. 1. Shunda 125. 5 ni kubi, 25, 5 ni kvadrati. Ikkalasiga ham borini eng kichkinasi necha? 5 ning kvadrati. 25. Ya'ni ikkalasiga ham ko'p, mana bu tub ko'paytuvchilardan biri ikkinchisiga bo'linadigan bo'lsa, o'sha bo'linadigani ikkinchisi e kubi bo'ladi. Endi har xil xossalar ko'p, qoidani ko'paytirmaylik. Bitta usulda hamma misolni nima qilsa bo'ladi, yechsa bo'ladi. Ya'ni tub ko'paytuvchilarga ajratib, tub ko'paytuvchi orasida eng kam miqdorlarni topamiz. 5-misolimizda e kub 15 u 46. Seni savolingga qarab kelyapmiz. E kub 15. 2. 2 ga bo'linmaydi-ku. 3, 5,
5, 1. 46, 2, 23, 23, 1. Shunda 15 teng 3 ko'paytirilgan 5, 46-chi 2 ko'paytirilgan 23. Xo'p, umumiy bo'lgan tub ko'paytuvchilarning nimasi olinishi kerak? Eng kam miqdori. Xo'p, 2 bor, bunda yo'q. Olamizmi? 3 bunda bor, bunda yo'q. Olamizmi? 5 bunda bor, bunda yo'q. Olamizmi? 23 bunda bor, bunda yo'q. Olamizmi? Yo'q. Ikkalasida ham umumiy ko'paytuvchi bo'lmasa, bular faqat 1 ga bo'linadi. Chunki har qanday son nimaga bo'linar edi? 1. Ba'zida men bunday qilaman. Ko'paytirilgan 1, ko'paytirilgan 1 deyman. Ikkalasida ham nima bor? 1 bor. 1 ni yozamiz. Demak, mana bu umumiy bo'luvchilari bo'lmasa, har doim e kubi nimaga teng? 1 ga teng. Chunki har qanday natural son nimaga bo'linadi? Doim 1 ga bo'linadi. Tushunarlimi? Savollar? Yozinglar, yana misollar ishlaymiz. Xulosalaylik. Mana bu yerda e kubi nimaga teng bo'ldi? 1 ga teng bo'ldi. Bundan keyin e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlarni, e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlarni nima deb ataymiz? O'zaro tub sonlar deb ataymiz. Xulosa, e kubi e kubi 1 ga teng bo'lgan e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlarga nima deylar ekan? O'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar deyiladi. Fayz Rahmon, boyagi savolingda aytchi. 7, 5, 38. Mana. 15 mayli. Mana shu sonlarimiz e kubini topish kerak. E kub topaylik. 7 ko'paytirilgan 1 deylik. 15, 3, 5, 1 deylik. 38-chi 19, 2, 1. Shunday sizga bular uchun umumiy bo'luvchi nechi? 1. Bitta umumiy bo'luvchisi bor. U ham bo'lsa 1. E kubi nimaga teng? 1 ga teng. Demak, 7, 15, 38 sonlari qanday sonlar desa, o'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlarning e kubi nimaga teng? 1 ga teng. Yana davom etamiz, qaranglar. E kub 5 u 7. 5 u 7. 7'miz 7 ko'paytirilgan. 5'imizchi? Ikkalasi ham bor nima? 1. Demak, 7 bilan 5 ham nima ekan? O'zaro tub. Keyingisi. 11. 10'imiz 2 ko'paytirilgan 5. 11'imiz 11 ko'paytirilgan 1. Ikkalasi ham e kub nechiga teng? 1 ga teng bo'lyapti. E kub 1 u 12 bo'lsa-chi? 1 u 12. 1'da 1, 12 ni tub ko'paytirishga chiqsam 2 ning kvadrati 3 ko'paytirilgan 1. Ikkalasiga ham bo'linadigan son nechi? 1. Xo'p, e kub buni ham necha bo'lyapti? 1. Umumiy bo'luvchisi yo'q. Endi shu yerda savol tug'iladi. Qanday sonlar doim o'zaro tub?
Xo'p, qanday sonlar doim o'zaro mana shu misollardan xulosalayman. Qaranglar. Quyidagi sonlar doim o'zaro tub. Birinchisi. Qanday sonlar? Tub sonlar. Masalan, mana yerda 5, 7, 5 qanday son? 7 qanday son? Demak, tub sonlarni doim nima deyishimiz mumkin? O'zaro tub son deymiz. E kubi 1 bo'lib ketaveradi. Ikkinchi. Mana bu 11 qanday sonlar? 10 murakkab, 11 tub. Yo'q. Joylashuv jihatdan ikkita ketma-ket kelgan ekan. Demak. Ketma-ket kelgan natural sonlar. Demak, nima ekan? O'zaro tub. Uchinchi. Mana bu misolga qaranglar. 1/12. E kubi 1 ga teng. 1/13. E kubi 1 ga teng. 1/50. E kubi 1. Plus 1 bilan har qanday natural son o'zaro tub. Uchinchi. 1 bilan har qanday natural son. To'rtinchi, eng oxirgisi umumiysi e kubi nimaga? 1 ga teng sonlar. Mana e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar ham o'zaro tub. Plus tub sonlar ikkita tub son kelsa o'zaro tub bo'ladi. Ikkita ketma-ket sonlar kelsa o'zaro tub bo'ladi doim. Biri bilan har qanday natural son o'zaro tub bo'ladi va e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlarni o'zaro tub deymiz. Bu juda kerakli qoidalardan biri. Masalan, ertaga so'rayman, qanday sonlar o'zaro tub deyman? Aytasan, birinchidan o'zaro tub sonlar, ikkinchisi e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar, uchinchisi ketma-ket kelgan sonlar, to'rtinchisi bir bilan har qanday son o'zaro tub deb ayta oladigan bo'lishlaring kerak. Tub sonlar deb nimaga aytiladi desa, ta'rifi e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlar. Ya'ni umumiy bo'luvchisi yo'q desa ham bo'ladi. Yoki birdan boshqa umumiy bo'luvchiga ega bo'lmagan sonlar. Birdan boshqa nimaga ega emas bo'lish kerak ekan? Umumiy bo'luvchiga ega emas bo'lish kerak. Savollar? Tushunarlimi? Yozinglar. Endi ikkita son kelgan e kubni topish oson. 3 ta 4 ta sonlik e kublarni o'rganaylik. Masalan, hozir. E kub 56, 84 va 126. Mana. E kubini toping debdi. Qiladigan ishimiz. Birinchi. 56. 2 ga bo'lsak 28. 2 ga bo'lsak 14. 2 ga bo'lsak 7, 7, 1. 84. 2 ga bo'lsak 40. 2 ga bo'lsak 21. 3 ga bo'lsak 1. 126. 2 ga bo'lsak 63. 3 ga bo'lsak 21. 3 ga bo'lsak 7, 7, 1. Endi ularni kanonik ko'rinishda yozadigan bo'lsam 56 2 ning kubi 7, 84 2 ning kvadrati 3, 7, 126 2, 3 ning kvadrati 7. E kubda
umumiy bo'lgan sonlarning eng kichkina darajasi. 3 ning kubi, 3 ning kvadrati, 2 ning kubi, 2 ning kvadrati 2. Qaysi biri olinadi? 2. Keyin qaranglar. 3 ning kvadrati. Birinchisida 3 yo'q. Qaranglar, ikkitasida bor, birinchisida yo'q. Shunda umumiy deyish mumkinmi 3 ta? Yo'q. 7 esa umumiy. Demak, 2lar umumiy, 7lar umumiy. 7. Shunda e kubi necha ekan? 14. Tushunarli-a? Keyingi misol. E kub 215 435 hamda nima bo'lyapti? 600 bo'lyapti. Mana shu sonlarni e kubini topish kerak. Savol sizlarga. Birinchi qiladigan ishimiz nima? Tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. E'tibor berasizlar. Birinchi 215 3 ga bo'linadi mana bu. Ha, 5 ga bo'linadi. 43 tadanmi? Ha, 43 bo'lyapti ekan. 43. 43 boshqa songa bo'linmayapti. 43 1 435 5 ga bo'lsak 87. 87 boshqa songa bo'linmaydimi? Tub bo'lyapti ekanda. O'n besh bo'lyapti. Raqamlar yig'indisi 3 ga. 3 ga bo'laylikchi. Xo'p, 27, 29 mi? Ana endi 29 desam bo'ladi, ha? Xo'p, 2 ga bo'ldik 300, 2 ga bo'ldik 150, 2 ga bo'ldik 75, 3 ga bo'lsak 25, 5, 5, 1 bo'lyapti. Sonlarim 215 teng 5 ko'paytirilgan 43, 435, 3, 5, 29, 600 cha 2 ning kubi, 3, 5 ning kvadrati. Endi e kubda umumiy bo'lgan sonlarning eng kam miqdori. 3. Birinchi 2 dan boshlaylik. Yo'q. 3. Yo'q. 5. 5, 5, 5 ning kvadrati. 5. 43 yo'q, 29 yo'q. Umumiy bo'lmaganlarni nima chiqish kerak ekan? O'chirib tashlaring ham bo'laveradi. Shunda 215, 435, 600 sonlarini e kubi nechiga teng? 5 ga teng bo'lyapti. Tushunarlimi? Bajara olasizlarmi? Yozinglar. Birinchi misolga e'tibor beringlar. Mahraji 15 ga teng bo'lgan shunday hamma to'g'ri kasrlarni yozingki, ularning surat va mahraji o'zaro tub son bo'lsin debdi. Surat va mahraji o'zaro tub bo'lishi kerak. Buni shunday yozaman. 15 taqsim n. Aytgancha bizdan to'g'ri kasrlarni yozish talab qilinyapti. Demak, qaranglar. Savolni yana bir marta tushuntiray. Mahraji 15 bo'lgan shunday to'g'ri kasrlarni yozingki debdi. Surati bilan o'zaro tub bo'lsin debdi. Surati bilan o'zaro tub bo'lsin degani, demak, to'g'ri kasrlar qisqarmas bo'lishi kerak. Umumiy qilib qisqarmas to'g'ri kasrlarni yozing deyman.
qisqarmas to'g'ri kasrlarni so'rayapti. Xo'p, buning uchun bunday qilamiz. Birinchi navbatda mahraji 15 ga teng bo'lgan barcha to'g'ri kasrlarni yozib chiqaman va ularni orasidan qisqaradiganlarini nima qilamiz? Chiqarib tashlaymiz. Shunda qisqarmaydiganlari qoladi. Qisqarmadi degani e kubi 1 ga teng, ya'ni o'zaro tub degani. Tushunarlimi? Demak, boshladik. 15 dan 1, 15 dan 2, 15 dan 3, 4, 7 taqsim 15, 8 taqsim 15, 15, 15, 11 taqsim 15, 12 taqsim 15, 13 taqsim 15, 14 taqsim 15. 15 taqsim 15 olsamchi? Noto'g'ri kasr aylanadi. Endi surat bilan mahrajini e kubi 1 bo'lsin debdi, ya'ni o'zaro tub bo'lsin debdi. Bu degani surat bilan mahraji qisqarmaydiganlarini yozing degani bo'ladi. 1 taqsim 15 qisqarmaydimi? Olamiz. 2 taqsim 15 qisqarmaydi, olamiz. 3 taqsim 15 nima qiladi? Qisqaradi, olmaymiz. 4 taqsim 15 qisqaradi. Bunday qo'y. 6 taqsim 15chi nechiga qisqaradi? 3 ga. 7 taqsim 15 ni olamiz. 8 taqsim 15 olamiz. Ketdi. 2 ga, 3 ga bo'linadimi? 5 ga bo'linadimi? Olmaymiz. 11 bo'linadi. 3 ga bo'linadimi? Olinadi. 14 olinadi. Mana. 6 taqsim 15 qisqarmaydimi? 3 kara 6 18. 3 kara 5 15 da. Tushundingmi? Nimaga? 6 3 ga bo'linadi, 15 ham 3 ga bo'linadi. Tushundingmi? Xo'p, chalg'imanglar, e'tiborli bo'linglar. Mahraji 15 ga teng bo'lgan to'g'ri kasrlar yozib chiqdim. Ular orasida qisqaradiganlarini chiqarib tashladim. Demak, qisqarmaydiganlar o'zaro tub hisoblanadi. Bular 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Demak, surat va mahraji o'zaro tub bo'lgan kasrlar oralig'ida nechta? 8 tani tashkil etadi. Uyga vazifada shu misolda n taqsim 20 qilib ishlaysizlar. Tushunarli? Yoki hozir ishlaylik shuni. N taqsim 20. Qisqarmas to'g'ri kasrlar nechta desam, mana shunaqa savol qo'ysam. Qisqarmas to'g'ri kasrlar nechta? Bajara olasizlar-a? Yo'q, shoshmanglar, hozir qilmanglar. 133. Xo'p, 20, 38, 54, 49, 100. Sonlarini tub sonlar yig'indisi ko'rinishda yozing. Xo'p. 20. Masalan, 11 ni 20 ni tub sonlar yig'indisi ko'rinishda yozish kerak-a. Buning uchun mana bunday yo'l tutaman. Tub sonlarni 20 gacha bo'lgan qismini yozib chiqsak-a. Masalan, nechilar? 2, 3, 5, 7, 11, 13,
nechi? 19. 19dan boshlayman. 19ga birorta sonni qo'shsam 20 bo'la oladimi? 17 nimaga qolib ketdi? Asosiysi qolib ketdi. Yo 9 tutun. 17. 19dan boshlayman. 19ga mana shu sonlar orasida qaysi birini qo'shsam 20 bo'ladi? Yo'q. Shunda 19 sonni keragi yo'qmi? 17 qaysini qo'shsam? 3. 17 yu 3. 13 gacha? 13 ga 7. 13 u 7. 11 gacha? 11 ga yo'qmi? 7 gacha? 7 ga hosil qilsa bo'ladimi? 13 7. 5 ga? 5 ga yo'q. 7. Mana bunaqa variant. Endi 2 ta degan, agar 3 ta son deganda bunday yozsam bo'lardi. 2 5 13. Endi qaranglar. 38 ni qanday qilasizlar? 38 ni qanday tub sonlar yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin desa, ha, 38 ga tub sonlar yozib olasizlar-da, tekshirib ko'rasizlar yig'indisini. Boburshoq tushunyapsanmi? Qisqa tushundingmi? Nima qilish kerak ekan? Ha, 38 gacha bo'lgan tub sonlar. Ha, 50 nichi? 54. 54 gacha bo'lgan tub sonlar yozib olib, birma-bir nima qilasizlar? Tekshirib ko'rasizlar, ha. Endi bu yerda nechtaligi aytilmagan. 2 ta degan 3 ta farq yo'q. Boshqa misollarda 2 ta tub son yig'indisida yozing, 3 ta tub son yig'indisida yozing deb yana ham savolni aniqroq berishi mumkin. Yo'q. Xo'p, dastlabki 30 natural son orasida 6 bilan o'zaro tub sonlar bo'lganlarini yozing debdi. 138-misol. Demak, dastlabki 30 natural son desam, mana yozib chiqaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 mana 30. 30 ta son orasida 6 bilan o'zaro tub son nechta debdi? Yo'q, shoshmaydi. Bunday qilib o'tirsak, sal ko'p vaqt yo'qotib qo'yamiz. Mulohaza yuritamiz. Qaranglar, fikrlaylik. 6. Bu nimaga teng? 2 ko'paytirilgan 3. Bu degani 2 ko'paytirilgan 3. Bu degani 2 ga karral sonlar bilan nima bo'la olmaydi? O'zaro tub bo'la olmaydi. 3 ga karral sonlar bilan o'zaro tub bo'la olmaydi. Ha, demak, 1 dan 30 gacha bo'lgan sonlar orasida nima qilish kerak ekan? 2 ga va 3 ga bo'linadiganlarni chiqarib tashlash kerak. Boshladik. 2 4 2 ga bo'linadiganlarni chiqarib tashlayapman. 6 2 ga bo'linadiganlar chiqib ketdimi? Endi 3 ga bo'linadiganlar. O'ttiz bo'ldi. Qolganlari bilan o'zaro tub. Bular qaysilar ekan? 1 u 6 5 u 6 7 u 6 11 u 6 13 u 6 keyin 17 u 6 19 u 6 keyin 23 u 6 25 u 6 29 u 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O'zaro tub sonlar nechta?
Ha, 30gacha o'zaro tub sonlarimiz 10 ta. Uyga sifatida bunday degan. 7 bilanchi. 29 bilanchi. Ha, 7 ga karrallar chiqarib tashlaysizlar-da. Chunki tub sonda u. 7 yo'q. 7, 14, 28 chiqib ketadi. Qolganlari bilan o'zaro tub nechi? 21 bo'lsa, 21 3 kara 7 ku. 3 ga bo'linadiganlarni chiqarib tashlaysizlar. 7 ga bo'linadiganlarni chiqarib tashlaysizlar. Qolganlari bilan o'zaro tub bo'ladi. 29 endi faqat 29 chiqib ketadi. Qolgan hammasi bilan o'zaro tub bo'ladi. Yana ham uyda fikrlaysizlar. Uyga vazifa 139 gacha bo'ladi.